Bu yerda hozir shariat fakultetini birinchi kursini ikkinchi yarmida, ikkinchi qismida o'qiyotgan ekan. O'sha o'zgarmagan. Odamlarim, bolalarim o'zgarishmagan. Oyoq kiyimini chala-chulpa yechib ketishardi. Shunaqa ekan hali ham. Umrat ekan hisob, chunki talabalik qog'ozini ko'rsatsa, avtobus 50% olib borib keladi. Mana bu suv ichadigan hali ham bor ekan. Lekin ishlar ekan Müslüman. Tushunmayapman desam, o'sha ustozning gapi menga qattiq turtki bo'lgan. Tushunmasang o'rnini bo'shatib qo'y dedi. Tushunadiganlar qanchasi qolib ketdi bu yerga kirolmasdan. Roltonni imtihon vaqtlarida yerdik. Chunki ovqat pishirgani vaqt bo'lmaydi. Aytyapman, falonchalarni taniysanmi desam, ular juda eski odamlar deyapti-da. O'sha eskilar bilan birga o'qiganman men deyapman. Qayerdan? Qayerdan? Chimkent. Voy. Chimkentda qayerdan? Ular hozir xona qidirib yuribman deydi, bu ham hammasi qulib. Ichiga kirib, biror shpargalka deydi-yu, o'shanaqa narsa qo'yishmasliklari uchun. Ha, ikkinchi etajda ikkida turarmidim, ikkida turardim. Ha, xonasi dedi. Hozir aytishadi-yu, inson xotira bilan yashamaslik kerak, o'tmish bilan yasham. Qarang, meni hozir shunday o'sha vaqtga olib keldi-da. Yangi kelgan vaqtlarim esimga tushib ketdi. Bu masjid hech qanaqasiga o'zgarmabdi. O'sha. Faqat ichkarida o'rtada oyna qo'yildi, xolos. Odamlarim, bolalarim o'zgarishmagan. Oyoq kiyimini chala-chulpa yechib ketishardi. O'shanaqa ekan hali ham. Hozir o'ng qo'limizda turgan bu birinchi yotoqxona hisoblanadi. Mana bu birinchi yotoqxonam raqami bilan. Kelgan talabalarim o'sha joyda nima bo'lishardi? Ro'yxatdan o'tib, keyin boshqa yotoqxonalarga bo'linardi. Orqamizda shariat fakulteti. Bu yangi binosi deydi. Buni men ko'rmagan edim. Hozir ochiq ekan, o'sha yerdan ichkariga kira olamiz. Va o'sha oxirgi imtihon topshirgan xonam hali ham esimda. O'sha joy ochiq bo'lsa kiramiz, ketdik. Meni yotoqxonam mana bu imoratning nariyog'ida edi. 11-yotoqxona. O'sha o'qishga kelganimdan to bitirib ketgunimcha bir xonadan chiqmadim. Almashtirib, boshqa xonalarga borib nima qilmadim. Yozgi vaqtlarda tashqarida yotoqxona bor, o'sha yoqqa borardim. Ammo asosan shu yerda edim. Hozir bolalarni ko'rib, zamon o'zgarganida endi oldin Motorola'da yurishardi. Namozga o'shanda kelishardi, boshqa qilardi, ichida tir qilib chiqardi. Endi hozir hammasi elektroskuterlar bo'lib ketibdi. Shiq yurishyapti. Ya'ni hozir bu yerdan o'qishni bitirganimga 15 yil bo'lgan bo'lsa, 2009 oxiri bitirgan bo'lsam, 15 yil orqaga qaytdim-da. 15 yil avvalgi holatlar esga tushib, hozir bu o'qigan fakultetimizning ichiga kiramiz. Biz o'qigan fakultetni yangi binosi ekan, o'shandan eskisiga o'tib ketamiz hozir. O'qish ertalabki qism bor edi va kechqurungi qism bo'lgan. Ertalabki qismda asosan chet elliklar o'qirdi. Kechki qismda o'zi mahalliy arablar o'qirdi. Kechki qismda ishdan keyin keladigan odamlar o'qishardi. Biz asosan ertalabki qismda o'qiganmiz. Bir yil qolib ketmaslik uchun kechki qismdan men dars olganman. Mana ochiqmikan? Yopiq ekan. الأبواب بدأت تغلق. إيش هذه الجامعة؟ نحن لدينا اختبار. طيب. لأجل الاختبار غلقوا. ولم نستطع الوصول إلى أي قاعة لكي نختبر. أيوة. سنختبر وقوفا. لكن الجامعة على مثل ما عهدت من قبل. هي نعم. ما شاء الله. فقط الأبواب ما كانت تغلق إلا أيام الاختبارات. ما شاء الله. الآن أيام اختبارات. أيوة. الاختبارات يوم الأحد إن شاء الله تعالى بعد يومين. ما شاء الله. من آخر امتحان هذه الغرفة آخر امتحان الذي قدمتها. الله المستعان. حتى الآن أتذكر. ما شاء الله 15 سنة. 15 سنة. الله المستعان. أول دراسة بدأ عندي مثلا في مبنى القديم هناك. موجودة. أيوة. اللغة العربية. الآن اللغة العربية. أيوة. اختبارات كم تطول؟ هي الأسبوع القادم الذي بعده مدة أسبوعين. أسبوعين. نعم إن شاء الله تعالى أو أسبوعين. إن شاء الله سأدخل إلى اختبار أيضا.
ولعلك جزاكم الله تجد المشايخ الذين درسوك inshaalloh inshaalloh الله وياك. inshaalloh jazakumulloh xayr. انا معك هنا imtihonlar yaqin qolganligi uchun eshiklarni qulflab qo'yadi-da. Bolalar imtihonidan 2 kun 3 kun oldin qaysi xonadaligini bilishadi. Xonalarga bo'lib tashlaydi, hatto oldindan tayyorgarlik yo biror narsa bo'lmasligi uchun. Bular hozir xona qidirib yuribman deydi, bu ham hammasi qulib. Ichiga kirib biror shpargalka deydi-yu, o'shanaqa narsa qo'yishmasliklari uchun. Keyin ikkinchi masala, imtihonda kuzatuvchilar boshqa fakultetdan bo'ladi. Birini biriga almashtirib tashlaydi. Ya'ni bitta hammasi nima bo'lishi uchun, pora bo'lmasligi uchun, unaqa narsa aslan yo'q, o'shani shubhasidan ham uzoqroq bo'lishligi uchun. Mana bu suv ichadigan hali ham bor ekan, lekin ishlar ekan. Bismillah. O'sha tam. Bitta bir narsa xotiralar ko'payib ketdimi yoki nimami? Bosh aylanyapti. Bosh aylanyapti. Qo'y. 241 dollarga hisoblaganda 842 riyol bo'lardi. Ovqatimizga ketardi va o'qish adovatlarimizga, ya'ni kitob, qalam, o'sha narsalarga ketardi asosiy pul. Va bu stipendiyadan yig'ardim men. Yig'ib har yili uyga olib ketardim. Pullimi? Uylanishga yig'ardim deymi? Bular yotoqxonalar. Bular eski tipdagi yotoqxona bo'lib, ichkarida 4 ta bola yotadi-da, orasini parda bilan to'sardi. Biz yotgan yotoqxona orasi devor bilan to'silgan, yangi tipdagilar edi. O'zi biz kelganimizda birinchilardan bo'lib o'sha yoqqa yotganmiz. Ya'ni yangi kirgan nimalar, talabalardan bo'lib. Yotoqxonalar o'sha vaqtdan qolgan, haligacha o'sha endi ichini ishlamagan bo'lsa, haligacha o'sha ekan. Mana bugun payshanba, dam olish kuni, ya'ni oxirgi o'qish. Bolalar umraga ketishyapti. Erta juma umrani qilib qaytib kelishadi mana talabalar. Alaykum assalom, Alloh yataqabbal. Umra tekin hisob, chunki talabalik qog'ozini ko'rsatsa, avtobus 50% olib borib keladi. Olib borib kelish 50%. Endi bu ham hozir mashinalar ko'p. Mashinasiga o'tiradi, umraga boradi, keladi. Boshqa bir nima yo'q. Og'irchilik yo'q. Afg'on oshxonasi bo'lardi menda. Kechqurunlari o'tirardik. Shu yerda kelib choy-poy ichgan. Do'kon o'sha, lekin sotuvchisi bormi, yo'qmi bilmadim. O'zgarib ketibdi, boshqa odam. Roltonni imtihon vaqtlarida yerdik, chunki ovqat pishirgani vaqt bo'lmaydi, ovqatga borgani vaqt bo'lmaydi, roltonni yerdik. Mana hamma ovqatga qo'shiladigan narsalar mana shu edi. Roltoni ham bor, nimalari ham bor, hamma shu yerda. Roltonlar ham o'zgarib ketibdi. Ha? Nimamisiz? Yo'q. Bu. Qayerda? Qayerdan? Chimkent. Voy. Chimkentda qayerdan? Qozoqsizmi, o'zbekmi? Qozoq. Qayerdan Chimkentdan? Chimkent. Nursataqdan. Nursatjaqdan? Aking o'sында o'qiymi? Yo'q. Turgan bo'lsa saboqqa kelamiz. Saboqqa keldingizmi? Kimga? Abdulla al-Buxoriy. Ha, Abdulla Buxoriy o'sında saboq berib o'tirman. Mashallah. Akingning ismi kim? Bovurjon. Bovurjon? Mashallah. Hozir qayda aking? Qasdini? Yo'q, qay yerda saboq o'tib o'tir? Ha, meshitda. Ha, buni Mnyaqdagi meshitda, Janga meshitda, ya? Qanday meshitlarimiz yaqin. Yo'q. Jamiyat meshit. Ya, Mnyaqdada, buni. Mashallah. Yaxshi. Mana hozir bana stadion turibdi-yu. Shu yerda stadion, bu yog'i nima edi? Basseyn edi. Cho'miladigan. Basseynni buzib tashlab, katta qilib stadion qilibdi hozir mana. Bo'lib tashlabdi. Har xil nimalarga. Faqat
u paytda nima o'ynalardi? Futbol o'ynalardi va har yili universitet musobaqa qo'yardi nimaga? Futbolga. Har bir davlat yig'ilib o'ynardi. Bizdagilar yig'ilib, Qozog'iston, O'zbekiston yig'ilib bir davlat bo'lib chiqishardi. Boshqa nimalar ham shunaqa o'ynashardi. 2001-yil men maktabni bitirib, keyin o'sha shar'iy ilmlarni o'qishlikni boshladim. Chimkentda Qo'chqorota madrasasi bor edi. O'sha joyda boshlang'ich o'sha Qo'chqorota. Endi hammani boshlang'ichi uyda bo'ladi. Bizni dodamiz aytib berganimdek katta ahli ilmlardan bo'lgan. O'shalarning duosi, o'shalarning shogirdlarini bizni erkalatib o'qiganliklari bo'lib, biz o'sha maktabni bitirgandan keyin Qo'chqorota islomiy madrasasiga o'qishga tushganman. Bu Chimkent shahrida. O'qishni bitirib, o'tdan endi modomiki inson shar'iy ilmlarni olarkan, payg'ambari haqida ko'proq eshitarkan, bilarkan, unga bo'lgan va u yashagan joylarga muhabbat oshaveradi. Va shu bilan Madinaga muhabbat oshib, Madinada islom universiteti borligini bilgandan keyin bo'ldi, o'sha yerga topshirishlik hayolga kirdi va men 2 marta imtihon topshirganman. Bir topshirganimda hech narsa chiqmagan javob. 2003da chiqmagan. Keyin 2004da, yana 2003da yana topshirdim. Yil davomida topshirilib keladi imtihonda, yilning oxirida bir chiqadi javob. Yuzlagan talabalar topshiradi, lekin juda ozchiligi qabul bo'ladi. O'sha vaqtda Qozog'istondan 10 tami odam qabul bo'lgan. O'shalarning ichida Kaminaga ham bu nasib qilgan. To'g'ri, birinchi yil juda qiyin bo'lgan. Qiyinligi nima? Men madrasa bitirganman. Ya'ni ilm chuqur emas. Kirganman, bu yerda oddiy domlalar emas, hammasi doktoranturani bitirganlar, doktorlar dars beradi. Gapirayotgan gapi, ya'ni hozir professional odam suzib ketayotgan bo'lsa, o'shanga qarab turgan odamga qarab turib o'rgana olmaysiz, uni pastdan chiqishingiz kerak. Yur deyapti u. O'qi. Mana unaqa deyapti ustoz. Men bittasiga aytdim, sal oddiyroq tushuntiring. Men hali ham o'shani gapi esimda o'sha ustoz. Men tushunmayapman sizni dedim. Desam usul fiqhdan kiruvdi. Usul fiqhda aslan tushunish, ya'ni o'qimaganman u fanni, bu yerga kelganimda, kelishimdan avval. Tushunmayapman desam, o'sha ustozning gapi menga qattiq turtki bo'lgan. Tushunmasang o'rinni bo'shatib qo'y dedi. Tushunadiganlar qanchasi qolib ketdi bu yerga kirolmasdan. Alloh senga nasib qilgan ekan, sen o'tiribsan bu o'rinda. Eplolmasang bo'shatib qo'y dedi. O'shandan boshladim. Tushunsam, tushunmasam tashqarida o'qiyman, qo'shimcha dars olaman, kelaman, bu yerni o'qiyman, o'shanaqa qilib, o'sha birinchi yil og'ir bo'ldi, keyin chiqib ketdim bu og'irchilikdan. Alhamdulillah. Shu bilan 4 yil davomida o'sha fakultetni, shariat fakulteti, bu usul fiqh va fiqh asoslari. Bu yerda bizga 4 ta mazhabni ham o'rgatgan. 4 ta mazhabni mukammal o'rgandik. Usul fiqhdan ham xuddi shunaqa. Keyin o'sha 4 yildan keyin bitirib nimani? Qolgan ilmni endi hayot ilmini olamiz. Haligi aytadi-ku, bu yog'ini meni universitetimda o'qiysan deydi-ku. Dadam universitetda o'qiymiz deb turib uyga qaytganmiz. Chunki ota-onam yonlarida bo'lishligimni xohladi. O'shanga ota-onamning oldida bo'lib, ularning xizmatini qilish uchun o'qishni bitirib qaytganman. Menimcha yana bordir, vallohu alam, O'rta Osiyoliklar ichida o'sha paytda 4 yilda bitirib ketgan men edim-da. Chunki bolalar boya aytmoqchi tayyorlov kurslariga kirardi. Ular bu yerda ko'proq qolishligini xohlashardi. Nima uchun? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shahri bo'lganligi uchun. Suyukli shahar, sharoitlar mana bunaqa, o'qish kerak. Bilasiz, ilm bu 4 yil ichida olinadigan narsa emas. Endi ikkinchi narsa, bizdagilar ko'p o'sha narsani urg'u berishadi. U yoqlarda, ya'ni boshqa chet davlatlarda o'qiganda o'zinikini tiqishtiradi degan narsa bor. Bu yerda o'sha narsa yo'q edi.
Bu yerda insof bilan o'tilardi darslar. Qanday insof bilan? Masalan, Saudiya Arabistoni o'zi Hanbali mazhabiga asoslangan. Bu yerda 4 ta mazhabim adolat bilan o'tardi. Ya'ni Hanafiyda mana bunaqa deyilgan, Malikiyda bunaqa deyilgan, Shofiyda bunaqa deyilgan, Hanbaliyda bunaqa degan, qaysi birini gapi ustun bo'lsa, o'shani aytib, buni past deb, buni ustun deb hammasini aytib o'tardi. Hanafiy olimlari, ya'ni Saudiyaning o'zida ham Hanafiy olimlari qismil qado, o'sha biz o'qigan fakultet, bizning tilda aytganda yuridический deyiladi. Men bu yerda qolsam kim bo'lardim? Prokuror bo'lardim. Islom davlatlarida, musulmon davlatlarida bu universitetni bitirganlar o'shanaqa qozixonalarda, prokuraturada ishlaydi. Chunki bu yerda qonunchilik nimasi o'qitadigan nimalar. Endi Saudiyani o'zi qonun qismida qaysi mazhabni ishlaydi? Hanafiyni ishlashadi. Chunki Hanafiy faqihlari, olimlari qonun qismida, o'sha qazo qismida boshqa mazhablarga qaraganda juda kuchli. Juda kuchli. Shuning uchun Saudiyaniki nimasi Hanafiy mazhabini ishlaydi. Buni hamma bilavermaydi. Chunki ko'pchilik tashqaridan eshitadi, Hanbali mazhabidan ketaveradi, lekin Saudiya o'zi ibodat qismlarida Hanbalini ishlaydigan bo'lsa, qazo qismida Hanafiyning hukmlarini olishadi. O'qish, yashash, yiliga bordi keldi bilet, bir yilda bir marta borib kelish bileti va har oyda 845 riyol, 242 dollar bo'lardi. O'sha talabaga tekin hammasi. Bizga aytgani o'sha vaqtda bitta talaba o'qishga kirib, bitirib ketgunicha 300 ming dollar nima qilinadi, sarflanadi bitta talabaga deb. Bu ham bu davlatniki islomni rivojlanishligi, musulmonlarning rivojlanishiga qo'shayotgan katta hissasi. Bu 10-yotoqxona, ikkinchi etajda 2da turarmidim, 2da turardim. Xonasi dedi. Hozir qo'shnisiniki yoniq turibdi, taqillatib ko'ramiz. Bu etajda biz bilan kim ham turadi? Assalomu alaykum. كيف الحال؟ طيب ما شاء الله. أنت هنا ساكن؟ أيوة أنا. أي جنسية أنت؟ من إندونيسيا. إندونيسيا. أي غرفة؟ 1 2 3 4 4 في هنا. لا أي غرفة أنت ساكن؟ واحد. أنت هنا ساكن. وهنا مين ساكن؟ يوجد صديقي من إندونيسيا أيضا. هو أيضا من إندونيسيا. أنا قبل 15 سنة سكنت هنا. والله؟ أيوة. ما شاء الله تبارك الله. ممكن شوي نشوف يصور ويمشي. ماشي؟ كلك يتكلم كورس. الآن ما عملك الآن؟ ها؟ إيش تعمل الآن؟ أنا في كازاخستان، في عندي شركة. اسمك؟ نبيل عزة الرحمن. نبيل عزة الرحمن. ما شاء الله. أنا عبد الناصر. ما شاء الله عبد الناصر. أيوة. حياك الله. أي كلية؟ في كلية الشريعة. شريعة. أيوة. شريعة دوخر كان. أي صف؟ صف في مستوى ثاني. مستوى الثاني. برنش كورس نكي ikinci yarımda okuyatgan. Ana sakant hina. Mana matta turardim. Bu bir xona. Ana. Maşallah. O'sha o'zgarmagan. Ko'ring. Yonida chirog'i bor. Huna fi ضوء يشغل. تجديد موجود. ها؟ تجديد صح؟ رينوفيشن. ايوه. أيوة قبل سنة. ان شاء الله. لكن هي الغرف. أيوة ما شاء الله. الغرف هي. ما شاء الله. أنا تخرجت الجامعة الإسلامية. ما شاء الله تبارك الله. الآن هذا المصور يصور عن حياتي كده. في يوتيوب أو يوتيوب كيتش قدمه؟ في يوتيوب يخرج. شوف تعال يصور لك أيضا. Bu Indoneziyadan. طيب. Indoneziyadan. Bu yerda hozir shariat fakultetining birinchi kursini ikkinchi qismida o'qiyotgan ekan. Ya'ni kurslar birinchi qism, ikkinchi qism bo'lib ketaveradi. Ya'ni yilda bo'linmaydi. Bu qism bo'lib ketaveradi. Ya'ni 4 yilda 8 ta qismni o'qib o'tishligi kerak. Ba'zilari 5 yilga ham 4,5 yilga ham o'tishligi mumkin. Ya'ni qismlarni o'zgarishligi bilan. ممكن تترجم لي؟
أنا أعرفك يعني هو من يدرس في كلية الشريعة ما قسم شاء الله. الثاني يعني طيب، طيب. مستوى الثانية. طيب ما شاء الله. أيوة إن شاء الله نتقابل. امين امين يا رب. أنت زي نحن مستقبلنا. ما شاء صح؟ الله. نعم نعم. ما شاء الله. إندونيسيا ها؟ طيب اندونيسيا. ما شاء الله إندونيسيا كويس. Alhamdulillah to'g'ri. Ketdik. Hozir aytishadi-yu, inson xotira bilan yashamaslik kerak, o'tmish bilan yashan. Qarang, hozirgi o'tmish qanday chiroyli, qanday zavq beryapti. 15 yil oldingi lavhalar, 15 yil oldingi xona meni hozir shunday o'sha vaqtga olib keldi-da, olib keldi. Bu xotira bilan yashashlik bu yomon narsa emas menimcha. كيف حالكم شباب؟ طيب. من أين أنتم؟ وش راك؟ لا باس. الحمد لله. كيف حالك؟ ما شاء الله الله يحفظك. من أين من الجزائر؟ ما شاء الله. أيوة. من العاصمة. من عاصمة. وهذا من الجلفاء والشيخ من يوتيوبر الشيخ. لا لا لست يوتيوبر. معليش. شوف إيش كليات هناك؟ هذه كلية والله اللغة. تريد تعريف بالجامعة الإسلامية ولا كيف؟ أنا خريج الجامعة ما الإسلامية. شاء الله. 2009 ما تخرجت شاء من الله. هنا. ما شاء الله. في عاصمة موجود عندكم الشيخ محمد سماعي، تسمع عنه؟ هو لا لا درس في جامعة زيتونة. لا ممكن ما في أعتقد. تونس. لا هو جزائري. جزائري. أيوة جزائري. هو من العاصمة. ودرس معنا أمين الهاشمي، أمين هشام قديم يا شيخ. قديم. متى تخرجت من الجامعة؟ 2009 أقول لك، قبل 15 سنة. ما شاء الله الله مبارك. ما شاء الله. من أي البلاد شيخ؟ كازاخستان. ما شاء الله. ما شاء الله. الله تبارك الله. وسألتنا عن ايش عشان نعطيك فكرة عن هناك لا لما شوف لما أنا درسته هذه الكليات ما كانت. هذه كانت قديمة هناك جهة أول مباني درسته ثم انتقلت إلى هنا. هذه المباني أيضا ما كانت. موجودة. سكنت هنا أنا. هذه الآن كلها دخلت جديدة. الغرفة. سبحان الله. نفس أيوة. الغرفة. نفس الغرفة سبحان دخلت. الله. والآن أشوف هناك كذلك كليات. صحيح. إيش لغة. الكليات؟ كلية اللغة، اللغة. كلية العلوم، كلية الهندسة، تقريبا الكليات العلمية هناك. أيوة. لا النظرية هذه كلها الكليات ما كانت من قبل. جديدة جديدة. جديدة. وفي كليات الآن شغالين عليها جديدة أظن 2 كليتين وكذا ما أدري. لا مش كليتين، معهد طيب. اللغة. معهد اللغة. ينتقل من القديم أيوة. أيوة ما شاء الله. ما شاء الله. أي كلية أنتم؟ كلية أنا في كلية الحديث. حاليا حديث، كلية ما شاء الله. حاليا في كلية اللغة، بس الأصل لغة. في كلية الدعوة. ما شاء الله. الله الله يبارك. يوفقكم بارك إن الله شاء فيك. الله. بارك الله جزاكم فيك. الله خير. الآن هو مصور تعشى يصور معنا شيخ. عن يعني حياتي الطلابية. تتعشى معنا شيخ. لا شكرا جزاكم الله كيف؟ خير. لا إن والله شاء الله صح. المرة القادمة. كيف يقول لك جاوا طلاب جامعة ما تعشى عندهم؟ لا الطلاب لازم نحن نوعشيهم، لا، مو لا، مو لا. هذول أو والله تغير تعشى الوضع. عندنا. الله يجزاك. إن شاء الله. نتكلم بجد جزاكم بجد الله ما خير. امزح. أنا ما أنسى حلاوة جزائرية، أيوة. حلاوة قلب وقهوة. اللوز. قلب اللوز. أيوة وقهوة. ايوه معروفة. لأن تفضل معنا سكنت شيخ. مع الجزائر. خلينا جزاكم الله نعيشكم. خير إن والله شاء صح. الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. إن شاء الله موفقك جزاكم الله. الله خير. إن شاء الله جزاكم الله خير. Bu bolalar Jazoirdan ekan, Aljir. Aytyapman, falonchalarni taniysanmi desam, bular juda eski odamlar deyapti-da. O'sha eskilar bilan birga o'qiganman men deyapman. Bularning o'zlarining lahjasida gapirdim, "O" deb xursand bo'lib ketishdi. Qur'onda birinchi nozil bo'lgan oyat bu o'qing degan oyat. Payg'ambar alayhissalom ilm talabi har bir musulmon uchun farzdir dedi. Bu ilm qaysi sohada bo'lsin, qaysi yo'nalishda bo'lsin, o'sha ilmni olishlik har bir musulmonga farz. Makka-i Mukarrama Said ibn Musayyib tobiinlardan, ahli ilmlardan bo'lgan Said ibn Musayyib dars berib o'tirgan vaqtda Makkada bir to'da odamlar kirib keldi Ka'bani oldiga. Askarlar bilan odamlar o'rangan hashamatli kiyimlarda kirib keldida Said ibn Musayyibning darsini ko'rib boyagi odam kelib tizzalab o'tirdi. Bu Umaviylarning xalifasi edi. Ya'ni islom olamidagi xalifa Umaviylar zurriyatidan. Tizzalab o'tirib Said ibn Musayyibning darslarini eshitdi va ketdi. O'shanda Said ibn Musayyibning o'g'li so'radi: "Otajon, bu kim sizni oldingizga kelib tizzalab o'tirgan?
shuncha hashamatli turganida ham tizzalab o'tirgan kim deganda, ey o'g'lim, ilm oling. Ilm bu sizga ziynat bo'ladi. Sizga dunyo va oxiratingizga manfaat bo'ladi. Agar boy bo'ladigan bo'lsangiz, boyligingizga ziynat bo'ladi dedi. Ya'ni ilm olishlik ikkovi holatda ham inson uchun ziynat bo'lar ekan. Bilgan bilan bilmagan ikkovi albatta nima emas, teng bo'lmaydi. Xuddi shunday men yoshlarga, bugungi kundagi ilm olayotganlarga aytardimki, bir sohada to'xtab qolmang. Sizni qiyomatdagi hujjatingiz bo'ladigan shar'iy ilmni ham oling. Dunyoda sizni rizqingizga sabab bo'ladigan diniy ilmni ham oling. Inshaalloh bizdan ham yana o'sha Buxoriylar va Muslimlar, Termiziylar chiqadi. Farzandlarimiz shunday chiqishligi uchun, Buxoriy va Muslim bo'lish uchun ota-onalar ham ozgina nima qilish kerak? Mehnat qilish kerak. Farzandlarini luqmasiga qarasin, tarbiyasiga qarasin. O'qinglar.